ishlab qo'yapti. Ko'ryapsiz, xotinlar deyapti. Prezidentga ichki o'lmak, prezidentini ham seni ham deyapti. Hech kimni kirgizma, hokimni rosa o'ldir deyapti. Kim o'ldirdi? Men bilmayman, men bo'lmaganman, xotinimdan so'rang, men uyda yotgan bolaman, men bilmayman. Ba'zi bo'lgan ko'chaga bolalar lekin meni aybim yo'q, men kechi bo'lib nogironman. Siz familiyangizni ayta olasizmi o'zingiz? Men aytaman, Baxtiyor Alisher o'g'li. Men bilaman. Siz? Men hozir 24 kun oldin 25 ga kirdim-da. Nechinchi yil turgansiz? 2000 qaysi chiqdi? Akajon, ko'zim ko'rsin. Ko'zim ko'rsin. Bular o'tganimga qo'shgan. Mana tugatish kerak. Tugamasam turmay, hozir ketgan olib ketmaysizmi, tugamasam? Nima ishlarga solib ko'radi, kim ko'radi? Mana o'lib o'tibdi-da. Bu oyog'iga bir narsa qo'yaylik, bu oyog'iga bir narsa qo'yaylik. Hozir o'zimga Nabiga gapirmayman. O'zlar orasiga ertaga borib qishloqqa Kim olib kelgan? Necha kishi bor bo'ladingiz? Bitta men bor edi, bitta sifakda balo bo'ladi. Bu Qayerga bola kim edi? o'qima, Ha? uni o'zim tashib turadi. Oshnangizmi, kimingiz? Ha, o'zim tashib turadi. Unisimi? Ha. Ukajon aziz. Biz bo'lyapmiz. Mana shu tushanda taxta qurib turamiz. Har bir ishlisi deganimiz yo'q. O'zimga javob bermay, erta qishloqqa o'zib boradi. Qishloq bolalari bitta o'zi Kimda pichoq bor edi? Birinchi pichoq bormi sizlarda? Bilmayman aka, lekin men aka. Mana aka bizda ko'ngil. Men ismim Jo'rayevda nechinchi yil turgansiz? 2006-yil aka. 2006-yil. Do'stingiz ismi nima edi? Diyor. Qayerda yashaydi? O'z oilamiz o'sha yuradigan taksichi bor aka. Zarabog'da yashaysizmi o'zingiz? Zarabog'da tug'ilib o'sgan, Zarabog'da yashaydi-yu. O'sha mahallada yashaysizlarmi? Ha, tug'ilib o'sgan, bular ham tug'ilib o'sgan, o'sha yerda yashaymiz. Opa, nima holat bo'lgan?